Hamida opa, homilador ayollarni turmush o'rtog'i nimaga e'tibor qaratishi kerak? Homilador ayollarni erlariga ham vazifa bo'ladi albatta. Shunchaki faqatgina ayolga bu vazifa yuklatilmagan. Ya'ni aynan birinchisi ayol kishini tanasi o'zgargandan keyin ba'zi ayollarda o'ziga bo'lgan ishonchi tushib ketishi mumkin, kayfiyati buzilishi mumkin, gormonlar o'zgarishi hisobiga o'sha ayolda juda ko'p stress holatlar, xafa bo'lishlar, yig'lashlar, tushkunlikka tushib qolishlar bo'lishi mumkin. Shunaqa holatda turmush o'rtog'i uni ruhiy qo'llab-quvvatlashi kerak. Tanasiga nisbatan komplimentlar aytib turish kerak. Masalan, tanang juda ham chiroyli, menga yoqadi, kundan kunga ochilib ketyapsan degan gaplar bilan ruhlantirib turish kerak. Keyin ayol kishi ertaga uni katta bir mas'uliyat kutib turganligi uchun xavotirda bo'lishi mumkin, qo'rquvlar bo'lishi mumkin. Shunga nisbatan ham ertaga o'sha ayol kelajagiga bir ishonch paydo bo'lishi uchun ertaga men sen doim yoningda bo'laman. Farzand tarbiyasida, uni masalan uxlashlarida, farzandni boqish uchun unaqa qo'rqmagin, xavotir olmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men ertaga yaxshi ota bo'laman deydigan gaplar bilan qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, ayol kishi ancha tinchlanadi, gormonlari ancha joyiga tushadi, kayfiyati yaxshi bo'ladi va albatta bu bolaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.